3. bölek 1. qism. Buvay bugun ko'zini tekshirtish uchun doktorxonaga berishni ko'ngliga pukib uydan chiqdi. Uning kundan-kunga g'uvolishib to'rlashqandek bo'layotgan ko'z jiyaklari ig'ir g'amdastidan texmi purilib ketgan edi. U yaqindan beri o'zidagi ba'zi o'zgarishlarni hech kimga tinmay kelgan edi. Kundan kunga g'uvolishayotgan ko'zlari buvayning g'imini ko'paytiryotdi. Burunqidek do'ppisining jekini qatlab qo'yib, o'tda qizdirayotgan kunga parvosizlik bilan qarab qo'yib, o'z ishiga mashg'ul bo'ladigan ko'zlarining ko'rishi biroqla nacharlashib, odamga yo'chilli bir nazar bilan tikilib qaraydigan bo'lib qolgan edi. Yiroqdagi kishining kimligini xatosiz farq qila oladigan o'tkir ko'zlarining ko'rish quvvati mushu bir necha oyning ichida biroqla nacharlashib, necha mingdan yerdagi kishining kim ekanligini bilmay, hatto xalqning oldida uyatib qolgan yerlarimi ko'p bo'ldi. Yo'lda birovlar o'diliga kelganda salom qilsa, u salom qiluvchining kimligini bilmay, "Men" degancha javob qaytardi-yu. Salom qiluvchining o'dilidan o'tib bo'lib, ondan xuduk sirganicha kayniga qayrilib, xiyolga cho'kdi. Ovozi tunishliq. Kimning bolasi bo'g'aydi? Ajab ovozi yaqinliq, kelishimlik, adablik bola ekan. Bayotdan xuddi salomini ilik olmagandek yoki salomga xo'sh yoqmagandek ajab sat turibdi deysa. Nima deb qolgandi? Qayrg'onchi kalimijaz bo'lib qopdi deb qolganmidi endi? Qoida yo'lini bilmas bo'lib, nervisidan adashqili turibdi debmi qolganmidi? Buvay o'zi burun birasiga salom soat qilganda qarshi taraf salomiga beparvo muomala qilsa, bakmi ko'ngliga keladi. Ondan qarshi tarafni ota-onasining tarbiyasi samaganga yoki yo'sin bilmaydiganga chiqarib ayblaydi. Shu u har qanday vaqtda eshak arvisini haydab bir yoqqa manganda oldiga qandoqligi kishi uchrasa o'zi oldi bilan salom qiladi. Hatto 8-10 yoshlik bolalar uchrab qolsa-mu, o'xshashla kichik beyillik bilan qo'lini ko'ksiga ilib turib, o'llik ovozda salom beradi. Buvayning bu qiliqi qiziq tuyulgan kichik bolalar uni sonliq qilishib kulishadi. Ba'zi cho'ng kishilarmi buvayni ahmoqqa chiqarib mazoq qiladi. Nima qiladi? Tonisimi, tonimisimi, o'dil kelgan kishiga salom qilib. Xalqlarning qarashicha salom deganni o'zaro tonishadigan yoki ko'ngli yaqin kishilarga qilsa bo'ladigan rasmiyatmish. Ammo buvay boshqalarning nima deyishi bilan kori yo'q. Uchirg'anligi kishi mayli ayol, mayli er bo'lsin, mayli cho'ng, mayli kichik bo'lsin, o'xshashla avval salom qilishni unutmaydi. Salomi iliksiz qolsa-mu, u yana salom qilaveradi. Ammo yaqinning yoqi buvay ko'zida bir xil o'zgarish bo'layotganini sezishga boshlagandan boshlab, oldiga birsi uchrisila salom qilishdan xuduksiraydigan bo'lib qoldi. Oldiga uchirgan kishining kimligini tonish u yoqda tursin, er ayolligini farq etish tas bo'lib qolgandek tuyg'u paydo bo'ladi. Shu oldiga birsi uchrab qolsa, u oldi bilan beshini singayon qilib, o'ng ko'zi bilan oldiga sinchilab qaraydi. Chunki uning bir ko'zi xeyli ko'gandek qiladi. Ammo yana bir ko'zi bo'lsa, op-oq tumonga uchrab qolgandek bir narsani farq etmaydi. Shu putinimi ehtiyot bilan yo'tkaydi. Buvay o'zidagi bu o'zgarishlarni qiyrilik deb o'ylaydi. Odam qiyrilganda quloqdan, ko'zdan, tishdan, beldan qiyrildi deydigan. Balkim buvayga ko'zdan qiyrish boshlangan o'xshaydi. Shu u kundan kunga g'uvolishayotgan ko'zini qiyrilik chiqarib, taqdirga tan berishga majbur edi. Ham shundoq bo'lmaymi, iloji yo'q-da. U bara-bara har kunligi atiganda bomdod o'qish uchun masjidga chiqishdan qoldi. Qorong'uda yo'lni farq etmay, santurlib yurib, oran chiqadigan. Kashini topolmay, u bo'lon, bu bo'lonni sipashlab yurib, hamma odamning kaynida qilib, avor bo'lib qoladigan ishlar ko'payib qilib, buvay o'zidan o'zi xuduksirab, ko'zining dardini tatib yurgan oshundoq kunlarning birida birsi uning bir aql ko'rsatdi. U buvayning tam qo'shnisi, pensiyaga chiqqan bir muallim kishi edi. Yeshi buvaydan bir qancha yosh farq qiladi. Sizlarning ko'zlari saqiydi. Bu degan ko'zga oq tushib kesli.
Hozir meditsina taraqqiy qilib ketdi. Sizning ko'zlarda ko'zni davolash hech qancha gap emas. Mani qarasizlar. U kishi barmoqlari bilan ko'zining jiyakini kerib buvayga ko'rsatdi. Mani qarasizlar. Burun bu ko'zimga oq tushgan. Doktorlar ko'zdagi oqni shumirgizib elvetib, nur sep qo'ygandi. Hozir ko'rishim nihoyatda yaxshi. Televizor, kitoblarni ko'raverman. Yiroq yaqinni o'xshashli ko'ra olmayman desizlar. Meningki qayerliqdan bo'lgan kasal. Sizlardimi qayr kishilarning ko'zlari yaxshi ko'ryapmamdi. Ko'zlariga oqni oldirib olsak, ko'z lappida eshilib ketadi. Nima japa bu saqiydan kasalni so'rab yurib. Buvay u kishining so'zlariga dastlab ancha eranishib ketmadi. Ko'zdagi oqni so'mirish deganmi gapmi? Buvay burun qo'yi og'rib qolsa, qo'yning ko'zidagi oliqaroqni tig'silib oladi. Mahalla bo'yicha faqat mushu buvaylar qo'yning oliqarqini elishga usta edi. Shu qo'ylar ko'shmay yetib olgan, qo'sqi isilib qolgan xalqlar yiroq yaqin kech kunduz demay buvayni izlab kelib oliqaroqni oldiradi. Mana endi u kun o'zining beshiga kelib ko'zining iqini oldirman desa, ha? Bularni o'ylasa buvayning kulgisi keladi. Qo'y degan qo'y, odam degan odamda. Odamning ko'ziga tig'i yaqin akilish chaqchaq qiladigan ishmi? Olim hadis bir chatoq chiqib qolsa, chapqini olaman deb qarg'u qilibdi degandek ish bo'lmamdi. Buvay ana shunda xiyollarni qiladi. Ondan ko'zining tutilib qilayotganini bo'lsa, insi jiniga tinmaydi. O'g'li Hoshimoxonga bo'lsa texmi tinmadi. Chunki uning bechora o'g'li bakli namrat bo'lib, faqat haftada bir keladigan bozor kuni bozorda xalqning mollarini eshak arava bilan bozor sirtiga to'shib berib kunini aron ulaydi. Bechoraning ayolimi kasalman bo'lib, o'g'li qo'lining qisqaligidan ayolini doktorga olib so'rilib yuradi. Shu bu ahvolni o'g'liga aytib qo'ysa, o'g'lini qiynab qo'yishidan, xijolat qilib qo'yishidan vayim yeb, o'zining dardini o'zi ichida bilib yuradi buvay. Ondan ish harakat qilganda bakli avaylaydi. Bir narsa izdiganda qo'li bilan yer siypashlashtirib yurib istaydi. Biroq ko'zining ko'rish kunsir nacharlashayotgan buvay bakmi o'shiyar. Taratga chiqsimi, yig'ilga kirsimi, etizliqqa ziroat o'tig'ili chiqsimi, sizimiga toyinib yurib, xeyli bir ishlarni qiladi. Shiqib chiqqan bir jup qo'li qish-yoz yo'g'on o'tik selinmaydigan bir jup puti zodili shuk turmaydi. Buvay bag'on sir shuklab ketdi. Uning bir ko'zi faqatli ko'maydigan bo'lib qelyotdi. Ya'ni texi yana bir ko'zimi to'li yashang'urab turlashgandek bo'ladi. Eliq muallim qo'shnisi bo'lsa, teximi buvayni qo'rqitadi. Bir ko'zni vaqti davolatmasak, og'riq yana bir ko'zgim o'tib ketadi. U chaqda ikkil ko'z ko'mas bo'lib qoldigan gap. Shunga davosini vaqtida qilsizlar. Endi buvay rostli qo'rqib qoldi. Agar og'riq yana bir ko'ziga o'tib ketib qolsa, nima degan qo'rqinchliq? O chaqda ikkili ko'z ko'mas bo'ldi degan gap. Jahonning yo'riqligini ko'may yashashdan o'ta azobli ish bormi olamda? Aqallisi yegan tomoqqa tushgan chivinnimi ko'ramsiz, ha? Buvay muallim qo'shnisining to'liq o'qitishi, yo'l ko'z tishi bilan oxiri ko'zini tekshirtib beqish o'yiga kelgan edi. Buvay agun darvosining dotlashib qardab ketgan simdan yasalgan elguchini qog'i tumshiqqa mahkam ildi. Ondan burunqo o'xshamay yo'tkilayotgan putlari bilan avaylab mengib yo'lga chiqdi. Ko'z yaxshi ko'msa, putmi odamning mayliga boqmaydi ekan. Tuz yo'lma qatong bilinib, turibla san turilsa, turibla agitdi. Lekin cho'ng yo'lga chiqvasi buvay ancha qiynalmayman olaydi. Chunki yo'lning ikki qosniqida bo'kkida ketgan daraxtlar bor. Buvay o'sha ikki qator daraxtning o'tirisidagi bo'shliqni ilg'i qilib olsalar, qiynalib ketmaydi. Buvayning eng qo'rqadigini oldiga odam uchrab qolish. Chunki oldiga odam uchrab qolsa salom qilmasa teg'i bo'lmagan. Salom qilsa, salomning yarishig'i bo'yicha ikki yig'i so'zlashmasa, tinch amonlik so'rashmasa teg'i bo'lmagan. Qarshi tarafning kimligini bilmasa, yo gap qilmay o'tib ketgili bo'lmagan. Yo kimligini aniq to'nib o'z yarishig'ida gap qilolmagan.
Buvay beshini tuvan sog'inicha asta qadamlar bilan yezining mashina bekitini ko'zlab mangdi. Shu mang'inicha mahalla yo'lining yezi bozor tarafga qayriladigan do'qmishiga kelganda necha yeri simda mahkam chirmab qo'yilganiga qaramay, shollari cho'lib turgan ko'ni eshak arvasiga yerim xolt samonni silib, 2 putini likildatgan piti vijik eshigini haydab chiqib kelgan Hoshimoxon uchradi. Buvayning ko'zi aniq ko'rmagan bilan qo'li Hoshimoxonning hamma yerdan taraqlagan ovoz kelib turgan arvasini xatosiz taniydi. Shu o joyida shippida to'xtadi. Voy dada, nega mang'antang? Bazog'i mang'an balam. Dedi buvay o'zimi bilmasdan yolg'on so'zlab. O'zing-chi balam, atdiganda nega chiqib qolding? Sening qishingga sendan bir ahvol so'rab etib, ondan bazog'i chirib kira qilay deb shu. Buvayning o'g'liga doim deydigan gapi shu. Buvay o'g'lidan bakma rozi. O'g'li o'zi ko'p namrat bo'g'ini bilan saharlab buvayning yiniga kirib, ahvol so'rab turishni unutmaydi. Uyi bo'lsa mahallaning oyoq tarafidagi jangalning chekisida. O'lik yer taqsim qilinganda Hoshimoxon qo'li qisqa kelib, mahalla o'ttirisidagi yaxshi joylardan o'lik yer ololmay, o'sha jangal chekisidagi joyni arzon bahoda elib uy solgan. Buvayning hozirgi uyi o'l zamondagi ko'ni mahalla masjidining joyi bo'lib, to'q katkichilik bir eg'izli kapi uy bilan bir qoznaq. To'tli qo'y patadigan kalti tam qo'tan bo'g'achqa Hoshimoxon o'lik o'choqliq bo'lgandan keyin tor uyda birga yashash biyab bo'lib, o'sha jangal chekisiga solgan uyda turadi. U har kuni atiganda ayoli atgan tomoqdan bir chini ko'tirib paydo bo'ladi-da, buvay tomoqni yeb bo'lmog'icha yinidan qo'zg'almay o'ltiradi. Uyan bu yanning gapini qig'ach buvayning gajgisini, putlarini tutadi. O'ylining u bu joylarda yo'lga putlashib turib qolgan narsalarni bir chatga elib ratlaydi. Buvayning tishsiz og'zidan chiqayotgan uzun paranglarga astoydil quloq soladi. Hatto burun necha anglab bo'lgan gap so'zlar bo'lsa-mu, buvayning og'zidan ko'zini uzmaydi. Dada, bugun balning mijozi yo'q. Yig'lab o'tag'izmay Avu aşitem bigente xapamıgın cuma. Balang yani yığlap xapsaptı da. O tutuqbab qalğan oxşaydı. Sədi erim qıldırıb kəlgən. Hazır yaman emas. Buvay şundaqlı deb qo'ydi-yu, ün chiqmadi. Hoshimoxon qo'lidagi arqonni turtakligach buvayga qarab yana eg'iz ochdi. Amsi chiqadi da. Bazaq ağaç gitaysin. Ma'qul balam, ma'qul. Yo'q. Buvay ko'zi yaxshi ko'rmaslik va qiyirliq dastidan qo'lashmagan qo'llar bilan harviga yamashdi. Hoshimoxon kelib buvayni yo'ladi. Buvay joylashib o'tirib olgandan keyin Hoshimoxon eshikka tayoq soldi. Bu eshakmi xeli yomon emas chiqqan o'xshamamdi balam. So'rdi buvay eshakning bir xil mengshiga qarab. Amaliyotda u eshakning mengshini ko'zi bilan ko'rib emas, sezimi bilan tuyib bilgan edi. Xeyli obdan mangdi ekan dada. Ish qilib, bozorda avaylar balam, bichimlar bilan binimi deyishib qolma. Haqqa siliq muomala qil. Ojiz, g'erib qo'rvolar uchrab qolsa, hojitini ravo qilib qo'y. Uqdim dada. Ikkalan qayta gaplashmadi. Buvay harvining bir xilda ovoz chiqarib tarqalishiga quloq solgandek beshini tuvan silib xiyolga botdi. Hoshimoxon yolg'iz o'g'il bo'g'iniga qaramay bakla tirishcha yigit bo'ldi. Onasidan kichik qolgandan keyin buvayning qo'lida shon bo'lgan edi. Buvay topgan taginini yig'ib Hoshimoxonni o'ylab qo'ygan bo'lsa-mu, ammo uning cho'ngroq bir nima berib, uyini ayirib qo'yolmadi. Qo'lining qisqaligidan buvay gohida o'zini xijolatchilik ichida qolgandek, o'g'lining oldida yuzgilanmayotgandek his qiladi. Chunki xalqning bolalari mo'shkamda xola joyga chiqsa-mu motosikletlarni go'rildatib minib yursa, Hoshimoxon
necha yerdan chirmoq silingan abjaq eshak harvisi bilan bozorlarda xalqning melini to'shib yurib, uyini uy edib. Texi bozor kuni bozordan yonganda 4-5 samsini po'tsiga ayrim tugib, boyga akirib berishni unutmaydi. Shunda qilgan siri boy o'g'lining oldida o'zini gunohkor his qiladi. Boshqalarga o'xshash o'g'liga motosiklet mingizanmagan edi. Yo'g'on peshayvonlik uylarni sep beranmagan edi. O'ynaqishib turadigan arg'imoq otlarga chiroyliq, yasida qarvlarni jabdib beranmaganidan xijil bo'ladi boy. Avu motosiklet minib yurishgan bolalarni uni ip ba'midan, buni qib ba'midan deb ota-onasi bilan kundi degudak jidal qilib, bankidan qarz oldirib yurib degan narsalarni oldirdi ekan deb ağlagan. Hoshimoxonning Xudoyim insobini beribdi ekan. Mana hozir cho'naq qarva, vijik eshik bilan madikor ishlab yurib, xotin bolalarni beqib, uyini uy qilib, yana dadisining holidanmi ozdir ko'pdir xabar elib yuriydi. Boymo shuning o'ziga ming qatli shukr sana o'qiydi. Shundaqdimi o'zini qo'lidan ishkanmas oti hisoblab, yuragi puchilib yuriydi. Boy ig'ir o'xtatib qo'ydi. O'zini eshik harvi ustida xuddi mukchiyib ketgandek, bag'an siri kichiklab ketayotgandek, boshqalarning nazariga ilinmoqdek darajada vejiklashib ketayotgandek his qilib, o'rnidan bo'sh qimirlab qo'ydi. Bu yoqda o'ltirgan Hoshimoxonmo o'z xiyoli bilan band. Tova. Xalqlar moto mashlarni haydab, yiniga ota-onalarini chiqarib yurishidi. Mengo bor kuchim bilan tirishib-o'taman bo'lmasa. Xalqdan 1 soat burun qopib, 1 soat kech yotaman. Mehnat mashaqqatdan qochmayman. Hey, qattiq quruq, g'o'ri gul demayman. Yana bor topqinim katakchilik 2 eg'iz uyning chirig'ini yo'rtishga aron yetadi. Bo'lmasa, meningmi boshqa xalqning bolalariga o'xshash dadamni motoga mindirib, to'ylarga, nazir chiroqlarga opag'im bor. Ammo nemishqikin abjaq harvam hech o'xshilib baxmidi qo'tam. Vechik eshigimmi cho'ngib baxmidi. O'tganda bozorda kirakashlik qilib etib, shahardan kelgan bir xaridor xonimning pulliq melining buzilishiga sababchi bo'lib, shuni to'lab beraman deb amroq joniverimdan ayrilib qolgandan keyin boshqalardan qarz ip yurib, bu eshakni olgan edim. Pulga tushliq deb kichik bo'lsa-mu, vejik bo'lsa-mu, og'inimga yarasha obdan mangdigan jonivor chiqdi. Ammo dadamga hech chiqib beramayapman-da. Haftada bir keladigan bozordan pul puchak eshinolmayapman desa. Mana dadamning uchsidagi choponimi ko'nrab qopti. Yangi chopondan birini ip kiygizib qo'yaman deb shuncha niyat qilsam-mu, niyatim ishga oshmayapti. Dadamning holidan yaxshi xabar ololmay, shuni chopon tezdan oshmayapti ya. Yo'q, bo'lmabdi. Endi uyga say ko'ktat oladigan ishni qo'yay. Go'shtmi yemay turayli. Kira qilgan pulni shu peti yig'ib, dadamga bir chopon kiygizmasam hisob emas. Hoshimoxon ostog'ini kayniga burilib, harvida mukchib o'ltirgan dadasiga qaradi. Bu oyning soqollari o'sib, javg'oylari qordak oppoq chupar bilan qoplangan edi. Yuz terilari yerilib, qo'zlari qo'shiqdek ichiga tortilib ketgan edi. Ko'zlarining nuri o'chib, pildirlab qolgan edi. Hoshimoxonning turibli ichi serilgandek bo'lib ko'zi namlashdi. Dadasining ko'rib qolishidan ansirgandek darhol oldiga qarab oldi. Ko'zlarini chimchiqiltib yurib, yaltirab qolgan yoshni ichiga singdirib etdi. Ammo bo'yning ko'zi o'g'lining bu holatini ko'rishga qudrati yetmaydiganligini u nadim bilsin. U qo'lidagi tayoqni yovanga qo'yib yanchuqini ko'rdi. Qo'liga purilishib ko'nirgan bir tutam pul chiqdi. Dada,
Ha, Saqlın ösep qapdı dada. Yilli yastı vağan. maqa balam. Ma pulni sap qo'ya dada. Deganda satrash poch pul bo'lmasa dastlab qilinmaydi. Ay yinimda pul ba balam. Sal pulingni. Pul yo'qmiki demidim dada. Poch pul lozim bo'ladi. Poch pulimmi ba balam. Ba. Voy dada, ol degandekin og'ina. Faqat adamning ko'nglini oymaydi ekansan. İnsabınğa rahmet balam. Yinimda pul ba. Sen o bir öyni tərti çöygülü dovatsan balam. Gelin balını davalı dovatsan. Balı beqivatsan. Mən bu yasan yaxşı qarab bolanmadan balam. Buvayning ovozi titrab ketdi. Hoshimxonning o'pkisi o'rildi. Undaq demiya dada. Men sana obdan qalab bo'lammidim. Xudoyim buyursa, ish kuch bozorni ilib olsam, Qalavatsan balam. Balan qalavatsan. Öyengi bilgijde anmasanmı? Bana 2-4 göş. Ya bulmasa 4-5 samsa ekilip berivatsan balam. Endi senden hoş bolay. Bugenden tatip bana bir narsa alaman demigen. Ha? Meydemge mu yakmaydı ki. Şunun onağa, kelin balığa, obdarak bir narsa apırıp yigizgen. Doktor onun da kan azlıq kesili bağa depdi o. Ama kelin bala yaxşı beqiş tapmayvadı da. O qınqımay, cenini sörep şürüp, iş nəsini çandırmay yügen bilen, keyin keselmen bulap qalıdı. onundan xotirjam bo'l dada. Maqidib, maqpulni bir sala. Hoshimxon texiç tanlab turgan pulni yana uzdividi, buvay og'ili unimadi. Orni jimjitlik bosdi. Eshak bir xilda ketib bormoqda. Balam, xap olab qaldingmi nima? Dedi buvay Hoshimxonning shuklab qolganini bilib. O qo'lidan pulni olmagani uchun o'g'lining xapib qolishidan ansirab qoldi. O'g'li kichikidilla ko'ngli bak nozik cho'ng bo'lgan edi. Uning kichikkina ko'nglini yerda qo'ysa, o'g'lining ko'ngli parokanda bo'lib, ishi ilgari bosmay qilishi turgan gap. Buvay turibla o'zini xato qilgandek his qilib, o'g'li tarafga burildi. Balam, deginamı o'rinliq turamdi nima? Parcha pul ko'proq bo'lsa, yaxshi bo'ladigan qiladi. Boyiq pulingni bagina amasa. Hoshimxon bakla xush bo'lib ketdi. U yanchuqini qayta oqtirib, yenidagi pullarning hammani tutamlab elib buvayga uzatdi.